O, как раз men yoqtirgan film, ya'ni Человек-pauк filmini beryapti. Endi buni men mazza qilib ko'rishim kerak. Yo! Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joho va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki bu asosiy kanal. Va barcha qiziqarli videolar shu kanalda chiqib boradi. Tushunmadim, eshik taqilyaptimi? Hozir qarab o'rayinchi kim taqillatyapti ekan. Tushunmadim. Jo'xa, qalaysan? Assalomu alaykum janob Mr. Beast. Va alaykum assalom. Menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? O'rmonda seni yoningga kelayotganimda mashina buzilib qoldi. O'shani tuzatish kerak. Meni yonimga nima kelayotgandingiz? Senga sovg'am bor edi. O'shani bermoqchi edim, ammo dabdala bo'lib qoldi, mashina yo'lga buzilib qolgani. Tushunali. O'shanga yordam bersang juda ham yaxshi bo'lardi mashinamni sozlashga. Urma. Bo'ldi, kechirasiz urayotganim yo'q. Mashinangiz qayerdan sozlab berishim kerak tushunmayapman. O'rmonda deyapman, o'rmonning ichida. Bo'ldi, boramiz, qani yo'l boshlangchi. Ortimdan kela qol. Qaysi tomonda o'rmonda mashina yurar ekanmi? Meni mashinam o'rmonda yurgandida. Tushunarli. O'rmondan kelayotganmidingiz? Uchib kelmayman, o'rmondan kelaman. Boshqa qayerdan kelishim mumkin? Boshqa yo'l yo'q qishloqlarga kelish uchun. Shunaqa. Rostdan ham bizning qishlog'imizga hech qanaqa yo'l yo'q. Qayoqqa ketyapsiz? Tepadan ko'rsatmoqchiman senga, kel. Qayoqqa yo'l boshlayapsiz? Tushunmadim. Ke deyapman, ortimdan kela qol tezroq. Siz ortimdan kelishingiz kerak, ya'ni siz orqada qoldingiz hozir. Qanaqa sen men orqada qolaman? Sen meni orqamdasan-ku. Endi o'tib oldingiz-da, avval meni orqamda ketayotgandingiz. Bo'ldi, davay tezlash. Mashinam mana shu yerda, ana ko'ryapsanmi? Ko'rdim. Rostdan ham balon chiqib ketganmi? Shunaqa shekilli, bilmadim, xullas buzilib qoldi. Sizda qanaqadir asbob-uskunalar bormi tuzatish uchun? Sandiqni ochib qara, oq sandiq bor o'ng tomonda. Hozir demak o'sha sandiqda ichida narsalar bor, shunaqami? Xuddi shunaqa. O'shaning ichidan olib bemalol foydalansang bo'ladi. Ya'ni mashinani sozlasang bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Sozlash kerak bo'lsa sozlab beraman. Faqat qanaqa sovg'a bermoqchi edingiz menga? Keyin ko'rasan, sozlab uyingning yoniga ket. Mayli bratan. Obbo, qanaqadir ishlarni buyurib ketaveramiz. Janob Mr. Beast bo'lgani bilan, janob Mr. Beast bo'lsangiz o'zingizga desam, mayli, hozir men bu yerdan bir daraxt topolayin, daraxt kerak bo'ladi. Nima uchun kerak bo'lishini hozir ko'rsatamasizlar. Tushunmadim. Daraxtni kesgandim, lekin qanaqa qilib turib joyiga paydo bo'lib qoldi. Hayronman, nimaga bunaqa bo'ldi. Mayli, nimaga bo'lganini tushunmadim-ku, lekin tushunishga harakat qilyapman, ammo tushunish uchun albatta aql kerak. Aql bo'lish uchun esa ishlash kerak. Aql hozir daraxtni ekib qo'yish kerak birinchi o'rinda, chunki u yaxshi ish qilmasak yomon ish qilishimizga to'g'ri keladi. Yomon ish qilish yomon. O'shaning uchun sizlarga yomon ish qilishni вообще tavsiya bermayman. Yaxshi ish qilinglar faqat va faqat. Xo'p, hozir mana bu yerda bizda narsalar bor ekan, mana shu narsalar qo'yib chiqaman shekilli. Bitta kreslo ham qolib ketdi. Demak, avariya qilganmi nima balo bu? Kim edi? Короче, o'sha odam kim edi? Mr. Beast, janob Mr. Beast. Mana kresloni o'rnatdim. Bemalol o'tirsa bo'ladi. Ya'ni sidenani bu yerda akkumulyator ham yo'q ekan. Akkumulyatorni o'rnatish kerak. Akkumulyator bo'l joyda ekan. Hozir o'rnatib qo'yish kerak. Mana bu narsa nima edi? To'xtanglar, bu qanaqadir narsa shekilli hozir yechamiz va o'rnatamiz. Bo'ldi. Endi ikkita balon qoldi. Ikkita balonni o'rnatadigan bo'lsam, boshqa joylar so'z bo'ladi. Keyin uyimni yoniga haydab boraman. Orqa balonni ham yechib qo'yibdik. G'alati. Hozir mana bu yerda yopamiz. Qani, Tesla mashina, qanaqa mashina bu tushunmadim. Takoy mashina ekanligim bor. Umrimda bunaqa mashina minib ko'rmaganman. Men yangilik bo'lyapti mashinani minib ko'rish. Eshigini o'zidan o'zi ochib yuboryapti. Ya'ni meni yo'lovchi deb o'ylayaptim. Hayronman, nimaga bunaqa qilyapti bilmam. Короче, men narsalarni shuncha hisob qo'yaman va to'xtanglar, uni sindirib olib ketish kerak. Aytgancha olib ketamiz. Temirdan yasalgan, adashmasam, kerak bo'lib qoladi. Endi yo'l ochish kerak bu yerdan qishloqqa borish uchun mashinani. Qayoqdan boraman bilmadim. Yo'l yo'q, lekin qishloqqa tomon. Balki mana bu tomonroqdan qayerdadir yo'l bordir yoki boshqa joydan yo'l toparman. Mana daraxtlar xullas kesib chiqish kerak, yo'ldagi daraxtlarni. Boshqa hech ilojimiz yo'q. Axir o'zingizlar ham tushunasizlar, chunki daraxtlar yo'lga turadigan bo'lsa, mashina bilan avariya bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun daraxtlarni kesyapman. Bo'lmasa вообще daraxtni kesish mumkin emas. Chunki daraxt bizga вообще energiya beryapti, kislorod beryapti, soya beryapti, meva beryapti. Xullas ko'p narsa beryapti. O'shaning uchun daraxtni kesish yaxshi emas. Hozir chap tomondan burib asta haydab boraman. Tushunmadim, nimagadir yurmayapti. Menimcha qayerdandir xato qildim shekilli. Rostdan ham qayerdadir xato qo'tirib qo'ygan bo'lishim mumkin. Hozir buni aniqlashtiramiz, to'xtanglar. Hozir nimadir qilib bo'lsa ham buni yurg'izishga harakat qilaman. Balki boshqa birorta joyini buzib qo'ygandir. Mana yo'q, buzgan bo'lishi mumkin emas. Balki benzin yo'qdir desam, bu benzin bilan yuradigan mashina emas, bu elektr avtomobil. Elektr bilan yuradi, конечно.
Tak hozir nimadir qilib yurg'izish kerak-da buni. Вообще tushunmayapman to'g'risi. Chunki rostdan ham g'alatiroq mashina ekan bu. Elektr avtomobil bo'lgani uchun ham benzin quyish niyatim yo'q o'zi. Benzin quymasam yurish kerak-da bu. Tak hozir to'xtanglar, nimadir reja o'ylab topaman. Tak hozir qayerdandir bosish kerakmikan yoki qayerdadir zavod qiladigan tugma bormikan yoki zavod bo'lmayapti qizig'i. Xo'p, mana shu bagajning ichida nimadir joyi buzilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Hozir nimadir qilaman, yana nimadir qilishim kerak. Xo'sh, aniqlash kerak nimadir qilishni. Itaraymikan orqasidan. Itarsam bo'lmaydi. Bir o'zim itara olmayman uncha joydan. Hozir tagiga kirib turib tagini ko'rish kerak. Tagida nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda nimadir bor ekan, qaranglar. Tak, hozir ham bitta ochamiz. Yana bu yerni ham ochib olish kerak. Hozir yotib turib tagidan hozir sozlayman. Tak, hozir mana. Xo'p, bo'ldi, menimcha normalniy. Endi yursa kerak. Yurmasa ham bir amallab yurg'izishga harakat qilaman. Itarish lekin noto'g'ri fikr. Chunki uni itarish uchun bilasizlarmi qancha kuch kerak? Nechta odamning kuch kerak? 5-6 ta odamning kuch kerak bo'ladi. Menimcha motorini noto'g'ri o'rnatib yubordim. Mana yerga bitta motor o'rnatdim. O'shani noto'g'ri o'rnatgan bo'lsam kerak. Menimcha bo'ldi. Mana shu yerni shunaqa qilamiz. Endi qaytarib yo'q qo'yish kerak bagajni. Bu kapotmi, bagajmi nima deyiladi bilmayman aniq nomini. Bo'ldi, hammasi chotki. Endi esa orqa eshikni ochishga balo bor ekanmi? Xo'p, chap tomondan haydab boraymikan, o'ng tomondanmi? Albatta chap tomondan yo'l ochdimi? Obbo, hali ham yurmayapti. Bu mashina realni yomon buzilgan shekilli. Menga interesniy joyi janob Mr. Beast menga qanaqa sovg'a olib kelgani va nima uchun olib kelganiga hayronman. Shunga o'xshash nimadir uchun olib kelgan bo'lishi mumkin. To'xtanglar, mana yerda bitta knopkani bosish esimdan chiqib qopti. Hozir o'shani bosib ko'rayda. Tak, yo'q, u knopkadan emas, boshqa joydan bo'lyapti shekilli. Hozir, alo, janob Mr. Beast, yaxshimisiz? Nima gap yo'q? Zavod bo'lmayaptimi mashinangiz? Sozlasang zavod bo'ladi-da. Sozlay olmayapman-da o'shani, qanaqa sozlasam bo'ladi? Bilmadim, ChatGPT dan so'rab ko'r. Mayli. Tak, ChatGPTga mashinani rasmini yuboramiz va so'raymiz buni qayerdan bo'lyapti ekan deb. Lekin bilmaydi-da ChatGPT ham, chunki u hozirgi mashina haydab ko'rayotgan yo'q, misol uchun. Qanday qayerga buzilib qolganini bilmaydi rostdan ham. Xo'p, mana bu yerga bitta ikkita knopkalar. Ana yurdi. Da, knopkani bosmagan ekanman. Obbo, zavod qiladigan knopka отдельный joyda turar ekan bunda. Va avtomobil elektr avtomobil axir. Tak, bir amallab mashinani uyimning yonigacha yetsam, g'alati mashina ekan, rostdan ham haydash juda ham qiyin ekan. Mayli, nima qilib bo'lsa ham hozir uyimning yoniga yetaman, joylashtirib, keyin esa janob Mr. Beastni qanaqa sovg'asi bor ekanligini aniqlashga harakat qilaman. Lekin rostdan ham qanaqadir realniy sovg'am bor dedi. Balki mana shu mashinani menga sovg'a qilar, yo bunaqa sovg'a qilmaydi, chunki mashinani hammaga ham tarqataversa o'zida mashina qolmaydi. Mana bu mashina, mana bu Jetel mashina ustiga minib olganmi? Nima o'tir qilgan ekan? Mayli, hozir mana shu o'rtaga sig'armikan? Yo, bu yerga sig'maydi shekilli, chunki bu yer juda ham ingichka joy. Ya'ni ensiz bo'lgani uchun hech qayerga sig'maydi, u joyga обязательно sig'maydi. Hozir buni qayergadir qo'yish kerak. Polzimga kirib ketdim orqa tomondan. Nima bunaqa ko'tarilib tushdi, hayronman. Tak, hozir buni qayergadir qo'yishim kerak. Xo'p, qayerga qo'ysam ekan? Bobom uyida o'tiribdi har doimgidek. Bobomga kirib maqtanib chiqaymi o'zimni mashinam deb. Yo, bu o'zimni mashinam emas, janob Mr. Beastning mashinasi. Bu yerga menimcha sig'maydi. Yo, bu siqqani bilan o'zim qanday tushaman? Uni u yog'ini o'ylamayapman. Mayli, haydab ko'raman. Tavakkal qilish kerak baribir. Xo'p, mana kay bir amallab kirgazdim. Hozir eshikdan tushadigan bo'lsam, aniq bobomning uyiga kirib ketaman. Bo'ldi, mana bu yoqqa o'tib oldim, yaxshi. Bo'ldi, takoy. Endi eshikni yopib qo'yamiz bir amallab. Tak, qanday yopaman buni? Bo'ldi, mana takoy. Menimcha shu holatda tursa, biroz normalniy tursa kerak. Yana ham bilmadim. Mayli, hozir men urug' bizga kerak emas. Ana endi janob Mr. Beast chaqirsam, kelib ko'rsa mashinani so'z bo'lganini, ya'ni haydab olib keldim uyimning yoniga. Aytgandi, uyingning yoniga olib kelib qo'y, men senga sovg'am bor degan. Bagajda hech narsa yo'q. Bagajdagi narsalar. Alo, janob Mr. Beast, qayerdasiz? Merning yonidaman. Mashinangiz so'z bo'ldi. Bo'ldi, hozir boraman yoki o'zing kel. Mayli, siz kela qoling, kutib turaman. Bo'pti. Yoki janob Mer yoniga kelasanmi o'zing? Bilmadim, agar kelmasangiz boraman. Bo'pti, hozir harakat qilaman borishga. Mayli, keling, yaxshi bo'ladi siz. Mayli. Bo'pti. Tak, endi janob Mr. Beast kelishini kutish kerak. Tak, nima qilsam ekan? Bobom kirib maqtanib chiqishim kerak. Yangi mashina oldim deb turib, janob Mr. Beast qayoqqa qoldi ekan? Kelarmikan o'zi degan savollar qiynayapti meni.
Tak, kesindan o'zim uyimda o'tirib turaymikan keyincha. Davom sandiqqa короче narsalarni joylab qo'yish kerak, qolgan narsalarni. Ya'ni mashinadan chiqqan narsalar, mana bu bitta ключ chiqqan qolgan narsalar, mana shu narsalarni ham solib qo'yaman. Ikkita daraxt bor, taxtalar o'zimga kerak bo'ladi. Qayerlardir ishlatsa bo'ladi, qayerlardadir. Nima vergas bu uskunalarni solib qo'yamiz. Daraxtlarni esa men berib solib qo'yaman. Kerak bo'lganda albatta ishlatsam bo'ladi. Bemalol. Xo'sh, janob Mr. Beast qachon kelarkin, kelib qolar, balki kelgandir ham. Tak, janob Mr. Beast qayerdasi? Bu yerdan kelyapti, janob yonida, uyning yonidaman degandi. Voy Mr. Beast janoblari. Jo'g'a nima gap? Sozladim mashinangizni. Aytganding-ku, qayerdasan, qani? Mashina uyimning o'ng tomonida turibdi. Hozir o'tib qarayman. Aniq so'zlay oldingmi? Sozladim. Qara, senga sovg'a olib kelganman. Sovg'a qani? Sovg'a janob Med uyini yonida. Ya'ni uyini yonida? Ya'ni ichida uyini. Bo'ldi, gap yo'q. O'sha yoqda bo'lsa borib olaman unda. Yaxshi, mashinani sal orqa-roqqa chiqarib bersam yoki xullas boshqa joyga berishing kerak. Qanaqa chiqarasan, qanaqa kirgizding bu yoqqa? Bir amallab kirgizgandim, endi bir amallab chiqarishim kerak. Tushunarli, lekin qanaqa bir amallab kirgizding, qanaqa bir amallab chiqarmoqchisan? Mashinani ustiga chiqmang, sinib ketsa dabdala-yu. O'zimning mashinam, nima farqi bor? O'zingizning mashinangiz bo'lsa ham sinib ketadi, dabdala qimmatroq bo'lsa kerak. Tig $3 million. Nima? $3 million? Men $3 million bir yil yashay. Qanaqa bir yil? Bir umr ham yashashim mumkin. Yo'q, shunaqa ham kambag'almisan? Yo'q, bu kambag'allikdan emas, bu tejab ishlatishdan. Shunaqami? Shunaqa. Mayli, farqi yo'q. Yur, seni sovg'angni beray. Qanaqa sovg'a olib kelgansiz o'zi? Bizni, короче, Amerika davlatimizda qimmatbaho nima bor edi, короче, nima edi, короче, qush bor bitta, to'tiqush qimmatbaho. O'shani tuxumi bor, bitta tuxum $150 ming turadi. O'sha tuxumni olib kelganman senga. Qayerda? Jo'xa senga dahshat sovg'a olib kelibdi Mr. Beast. Aytdi. Mana Jo'xa, qarab tur, hozir senga beraman, ushlaysan. Qanaqa narsa? Sabr qilib tur, berib ko'raman. Ko'ramiz, qani janob Mr. Beast berasizmi yo'qmi? Hozir beradi, kutib tur. Hozir, shoshmay tur. Hozir mana tayyorlab olay, to'xtab tur. Bo'ldi, chiqib tur eshikka, hozir ko'rasan. Hozir. Bo'ldi, короче, yurchi bu yoqqa, hozir o'sha yoqqa borib ko'rsataman senga. Qanaqa narsa tushunmadim, menga ko'rsating axir. Короче, u tuxum вообще qimmatbaho tuxum. Ichidan chiqadigan qushning o'zi $250 ming turadi, adashmasam. Tuxumni o'zi 150 ming, tovuq ichidan chiqadigani 250 ming. Agar 1 yil boqadigan bo'lsang, $1,5 million sotsang bo'ladi, ya'ni 10 barobar qimmat. Tushunarli. Demak, hozir mana bu bug'doylarni berib boqaman. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Mayli, rahmat janob Mr. Beast. Bo'pti, mashinamni keyin olib ketaman. Mayli. Yaxshi, o'sha menda bu qushni qanday tug'diraman, qiziq. Qanday tug'diraman deyapman. Nima deyapman? Qanday dunyoga keltiraman hozir? Buni tovuqni tagiga dahshatku. Bu shunchaki tuxumni sindirsa chiqar ekan. Qani yelkamga qo'ndimi? Yo'q, obunachilar qaranglar, takoy qushku bu. Bu qush dahshat. Endi buni 1 yil boqsam $1,5 million ketadi. Gapirishni biladimi bu? Ismimni qayerdan bilasan, sen qushcha? Bu to'tiqush dahshat, to'tiqush ekan, u dahshat ekan, vaush gapirishni ham bilar ekan. Obuna bo'lar deyapti. Eshityapsizlar, obunachilar, короче, kelgusi videoda ko'rishguncha sizlarga xayr deb qolaman va qushim meni o'zim bilan ko'ryapsan. Bo'pti, xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.